Jonli kema. Kun o'tib janob O'nboshi shogirdlarini daryo bo'yiga boshlab boribdi. U yerda janob Ellikboshi 50 ta, janob Yuzboshi 100 ta jangchisi bilan ularni kutib turgan ekan. "Mening qo'rqmas mard jangchilarim", debdi janob O'nboshi shogirdlariga qarab. "Oldingizda 150 ta jangchi sizlarga maqtal bo'lib turibdi. Ularni daryoning narigi qirg'og'iga olib o'tishingiz kerak. Qaroqchi shumolar bilan bizni shu daryo ajratib turibdi. Jang narigi qirg'oqda bo'ladi. Ularni kechagidek yelkamizga mindirib olib o'tamizmi? Yo'q, sizlar kecha yerga tayanib undan kuch olgan edingiz. Suvning ishi boshqa. Kechagidek ish qilsangiz cho'kib ketasiz. Unda nima qilamiz, janob O'nboshi? Sizlardan jonli kema yasaymiz." "Jonli kema? Ha, quloq soling. Sizlar 7 o'g'lon najatishdan tashqari 6 tangiz ikkiga bo'linib yonma-yon saf torting. Yaxshi. Endi bir-biringiz bilan qo'ltiqlashing. Juda so'z. Bir tan, bir jon bo'ldingiz. Ikki chekkada 9 tadan 18 ta oyog'ingiz yurishga shay bo'lib turibdi. Ular quruqlikda oyoq, suvda esa eshkak vazifasini bajaradi. Suvni eshib ustingizdagi jangchilarni narigi qirg'oqqa olib o'tasiz. Sizlarni kechagi musobaqada g'olib chiqqan Nayzatish boshlab boradi. U orqa oyoqlari bilan sizlarni shatakka oladi. Nayzatish, ishga tush." Birdaniga 7 ta chumoli bir tan, bir jon bo'lib qirg'oqqa qarab yura boshlabdi. Buni kuzatib turgan janob Ellikboshi bilan janob Yuzboshi zo'r deb bir-birlariga qarab qo'yishibdi. Jonli kema daryo bo'yiga borib to'xtabdi. "Endi", debdi janob O'nboshi, suv ustida suzish uchun qorningizni havoga to'ldiring. Jangchilar ustozning aytganlarini qilibdilar. Shundan keyin 150 ta jangchi jonli kemaga chiqishga ruxsat olibdi. Nayzatish jonli kemani boshqaruvchisi bo'lganidan xursand ekanu, ammo hayqirib oqayotgan daryoni ko'rib qo'rqib ketibdi. Zum o'tmay jangchilar jonli kemaga chiqib bo'lgach, bu qo'rquv o'rnini botirlik egallabdi. Axir endi u bir emas, 157 jonga aylangan ekanda. Ha, bekorga kemaga tushganning joni bir deyishmagan. Birdan narigi qirg'oqqa olg'a degan xitob yangrabdi. Nayzatish daryo oqimiga tushib qolmaslik uchun oqimga qarshi suza boshlabdi. "Shunda oqimga qarshi suzma, oqim bo'ylab suz. U seni narigi qirg'oqqa olib o'tadi. Oqimning kuchidan foydalan", degan xabar kelibdi. Xabar naq vaqtida kelgan ekandan, chunki Nayzatishning kuchi tobora kesilib, boyagi qo'rquv boshlanayotgan ekan. Haqiqatan ham oqim yo'ldan duch kelgan narsani o'zi bilan qo'shib oqizib borarkan. Shu payt jonli kemaning ro'parasidan qoyatosh chiqib qolibdi. Unga borib urilishlari aniq ekan. Nayzatish qoyatoshning past tarafidan aylanib o'tsammikan deb o'ylangan payt yana xabar kelibdi. "Qoyatoshning pastidan o'tma, orqasida kuchli o'ramasi bor. Unga tushib qolsang qaytib chiqa olmaysan. Qoyatoshning oldidan o't." Nayzatish ham, eshkakchilar ham oqim bo'ylab suzib ancha kuch to'plab olgan ekanlar. Shuning uchun bor kuchlari bilan harakat qilib, qoyatoshning oldi tarafiga qarab suzdilar. O'rtadagi qoyatosh daryo oqimini qoq ikkiga bo'lib turarkan. Ikkiga bo'lingan oqimning bir qismi jangchilarning qirg'og'iga borib urilar ekan. Ular aynan o'sha oqimga tushib olishibdi va hamma erkin nafas olibdi. Nihoyat hamma qirg'oqqa sog'-salomat yetib kelibdi. Chor atrofga tarqalib, "Ovqatlanib olinglar" degan buyruq bo'libdi. Demak, jang oldidan qorinni to'qlab olish kerak. Axir och qorin bilan jang qilish osonmi? Tezda qorinlar to'ydirilibdi. Yana xabar kelibdi. 7 ta og'ayni jonli kemaga aylansin va jangchilar bilan orqaga qaytsin. Endi kemani Nayzatish emas, musobaqada 2-chi o'rinni olgan Qilichtish boshqara boshlabdi. Ikki kuchli jangchi o'rin almashibdi. Naqadar adolatli ish bo'ldi deb o'ylabdi Nayzatish. Ma'lum bo'lishicha, bu bor yo'g'i jang oldi mashg'ulotlari
ekan. Janob o'nboshi imtihondan a'lo darajada o'tgan shogirdlari uchun g'ururga to'libdi. Axir 7 jangchi 10 ta jangchi qiladigan ishni qoyillatib bajargan ekanda. Bu so'nggi imtihon ekan. Janob o'nboshiga daryo bo'yida tantanali ravishda janob Ellikboshi unvonini berishibdi. Endi u 10 ta emas, 50 ta jangchiga boshliq etib tayinlanibdi. Shogirdlarining esa xursandchiligidan ichiga sig'masmish. Ustoz oldida yuzlari yorug' bo'libdi. Uzoq kutilgan jang. Nihoyat uzoq kutilgan jangga tayyorgarlik boshlanibdi. 10 ming ishchi chumolni zudlik bilan dushman qo'lidan qutqarish kerak ekan. Tekinxo'r zodagonlar ishchi chumollarni quldek ishlatib, topganlarining yarmini o'zlari, qolganlarini qaroqchi chumollarga berishar ekan. Ishchi chumollarni qutqarish uchun avval qaroqchi chumollarning adabini berish kerak ekan. Chunki qaroqchi chumollar zodagon chumollarning ham qo'riqchisi, ham himoyachisi ekan. Qaroqchi chumollarning soni ma'lum emas, ammo kuchi har biri o'nlab, yuzlab chumollarga bas kela olish haqida afsonalar tarqalgan ekan. Yo'qotishlar bo'lishi aniq. Safarbarlikni eshitgan qo'shni chumollar saltanati 10 ming ishchi jangchisi bilan ko'makka keladigan bo'libdi. Qo'shning tinch, sen tinch. Lekin jangchilar qo'shni chumollarni chegaralarni qo'riqlashga qoldirib, qaroqchi chumollarga qarshi o'zlari jangga otlanibdilar. Boltatishning o'limi. Qaroqchi chumollar o'zlariga qarshi jang boshlanganini eshitib, raqibini daryo bo'yida kutib olishibdi. Keyin esa son sanoqsiz jonli kemalarni ko'rib orqaga chekinishibdi. Chekinishlari shunchaki harbiy hiyla ekan. Qaroqchi chumollar raqib tomoniga tuzoq qo'yib, ularni jarlikdan qulatishni mo'ljallagan ekanlar. Tuzoqlari yog'och ko'priklar bo'lib, ularning har biridan bir vaqtning o'zida minglab chumoli o'ta olar ekan. Reja bo'yicha jangchi chumolilar qaroqchilar ketidan quvib ko'prikka chiqishlari bilan pastga qulashlari kerak ekan. Jarlikning shimol tarafida ko'zdan pana qilib mustahkam ko'priklar qurib qo'yilgan. Dushman jarga qulagach, qaroqchi chumolilar undan o'tib olishlari kerak ekan. So'ng ona chumoli va uning tuxumlarini o'lja qilib olib, g'alaba bilan orqaga qaytishmoqchi ekan. Reja puxta o'ylangan. Hammasi ular o'ylagandek borar ekan. Qaroqchi chumollar orqaga chekinib ko'priklardan o'tib bo'lishibdi. Hamki orqada quvib kelayotgan jangchi chumollar jar yoqasiga kelib to'xtashibdi. Chunki kutilmaganda ko'priklarning narigi tarafida bir chumoli "To'xtanglar, birodarlar, to'xtanglar, bu tuzoq. Shimol tarafga qarab yuringlar, o'sha yerda men qurgan mustahkam ko'priklar bor", deb baqiribdi. Uning ovozini jangchi do'stlari tanib qolibdilar. "Boltatish, senmisan?" deb bari-bariga hayqira boshladilar. Qaroqchi chumollar oralarida ayg'oqchi borligini bilib qolib, Boltatish turgan ko'prikni pastga qulatib yuboribdilar. Jar og'zidan Boltatishning ovozi yangrabdi. "Alvido do'stlarim, alvido! Boltatish, qadrdon, qo'rqmas sardorimiz, sen qahramon!" Jangchi chumollarning ovozi Boltatishning ovoziga qo'shilib, g'or og'zida anchagacha aks-sado berib turibdi. Tumanboshi "U kimning jangchisi edi?" deb so'rab qolibdi. "Mening jangchim", deya javob beribdi kechagina yangi unvon olgan janob Ellikboshi. "Uni dushman orasiga xufiya qilib jo'natgan edim. Buni uning o'zi istagan. Sizga taqdim qilingan jang xaritasi ham Boltatishning ishi." Bu gaplarni eshitgan janob Tumanboshi jangchilarga qarab, "Sulolamiz yo'lida jonini fido qilgan Boltatishni oddiy jangchi emas, janob o'nboshi maqomida yod etinglar", debdi. "Janob o'nboshi Boltatish qahramon, biz tirik ekanmiz, u ham tirik", deb hayqirishibdi jangchilar. "Shunday mard jangchini tarbiya qilgan", deya so'zida davom etibdi janob Tumanboshi. "Ustozni Ellikboshi maqomidan yuzboshi darajasiga ko'taramiz. Unga olqishlaringiz." Minglab jangchilar yuzboshini olqishlar bilan qutlabdilar. Nayzatish endi hammasini tushunibdi. Demak, Boltatish rizq izlab yo'qolib qolgani-yu, bozorda uni uchratib, maxsus jon berib yuborishining sababi shu ekanda.
Boltatish, qadrdon sardorim, tan olib aytaman, sen qilgan ishlarni men qila olmasdim. Ha, men hali juda xomman. Sendek bo'lishim uchun hali ko'p ishlar qilishim kerak. Boltatish yasagan xavfsiz ko'priklardan o'tishga buyruq berilibdi. Dushman tuzgan reja o'zlariga qarshi ishlabdi. Oralarida Boltatish borligini bilishmaganda, ularning ishonchiga kirish uchun Boltatish nimalar qilgan, qanday yo'l tutgan, afsuski endi bilish imkonsiz. Boltatish qo'ygan mustahkam ko'priklardan jangchilar o'tib bo'lishgach, oldingi qatorda 10 boshlar, keyingi qatorlarda 50 boshlar, 100 boshlar va 1000 boshlar o'z jangchilari bilan saf tortibdilar. Jangchilarning joylashishi xuddi dushman ko'ksiga sanchilgan ulkan nayzani eslatarkan. Ammo dushman qani? Qayga g'oyib bo'lishdi ular? Sichqonning ini 1000 tanga bo'ldimi? Jangchilar qaroqchi chumolilarni izlab uzoq yurishibdi. Balki shunchaki chalg'itish uchun kavak burchaklariga pistirmalar qo'yishgandir, degan hadikda kichik bo'linmalarga bo'linib, ularni qidirishga tushibdi. Har tugul bitta bo'lsa ham qaroqchi chumolini topishibdi. Uning oyog'i sinib, to'dadan qolib ketgan ekan. Aytishicha, o'rda boshlig'i askarlarini zudlik bilan o'z qarorgohiga chaqirib olganmish. Demak, dushman qaydadir pistirmada kuch to'plab ularni kutyapti. Ehtiyot bo'lish kerak. Qaroqchilar o'rdasida nimalar bo'layotgan edi? O'rda boshlig'i nimaga o'z jangchilarini chaqirib oldi? Uning qanday shumri rejalari bor edi? Endi hammasini bir boshdan bilib olamiz.